Nega ayrim tadbirkorlar katta kompaniya qura oladi? Oxirgi paytlarda bir narsaga juda ko'p e'tibor beryapman. Bu video agar siz tadbirkor bo'lsangiz, sizga eng kamida bitta yangi insight beradi. Bu video ayniqsa oyida taxminan $500 dan $5000 gacha daromad topadigan tadbirkorlar uchun. Agar siz ham shu oralikda bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababi bugun aytadigan fikrim menimcha sizning biznesingizni emas, o'zingizni shaxs sifatida o'zgartirishi mumkin. Agar shu videodan bittagina insight olsangiz ham, yozganim bekorga ketmagan bo'ladi. Assalomu alaykum. O'zimni tanishtiray, ismim Asilbek Zuhurov, tadbirkor va marketologman. 5 yildan beri distributsiya sohasida ish olib boraman. Biznesimiz bu Zuhurov Mono Podcast loyihasi. Bu loyihada biznes turli xil g'oyalar haqida gaplashamiz. Oxirgi 3 yilda mendan ancha katta tadbirkorlar bilan ko'p suhbatlashishga harakat qildim. Poytaxtdagi ustoz tadbirkorlar bilan ham, viloyatlardagi juda katta tadbirkorlar bilan ham. Shunda bitta narsaga e'tibor berdim, ularni boshqalardan ajratib turadigan odatlarini ko'rdim. Qizig'i, katta tadbirkorlarni deyarli hammasida o'xshash sifatlar bor ekan va menimcha aynan shu sifatlar ularni katta qilgan. Ko'pchilik o'ylaydi, katta biznes qurish uchun kuchli marketing kerak, yaxshi mahsulot kerak, ko'proq reklama kerak, pul kerak, resurslar kerak. Ha, bular kerak. Lekin bunga qarshi emasman bu narsaga, lekin bitta savol: nima uchun ikkita tadbirkorning mahsuloti deyarli bir xil bo'lsa ham bittasiga bitta tadbirkor katta kompaniya qura oladi, ikkinchisi esa qura olmaydi? O'zingizga bir savol berib ko'ring. Nima uchun bitta tadbirkorga odamlar ishonadi, ikkinchisiga esa ishonmaydi? Nima uchun bitta tadbirkor atrofida kuchli jamoa yig'iladi, boshqa tadbirkor atrofida esa odamlar qochishni undan boshlaydi? Menimcha javob biznes ichida emas, javob tadbirkorning o'zida, ya'ni shaxs ichida. Bugun men sizga atrofimdagi katta tadbirkorlarda eng ko'p uchraydigan 6 ta sifat haqida gapirib bermoqchiman. Bular kitobdan o'qigan narsalarim emas, aynan kuzatgan narsalarim va menimcha agar tadbirkor shu sifatlarni hech bo'lmasa bazaviy darajada shakllantirsa, o'zida biznesini keyingi darajada olib chiqish osonroq bo'ladi. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Bu sifatlarning ayrimlari kimgadir tabiatdan bo'ladi, o'zida bo'ladi. Kimdir esa keyinchalik o'zida shakllantiradi. Muhimi, ular ustida ishlash mumkin. Chunki men bitta narsaga ishonaman. Biznes hech qachon rahbardan baland o'sa olmaydi. Buni ustozlarimiz ham aytishadi. Menimcha ko'pchilik tadbirkorlar aynan shu joyda xato qiladi. Biz biznesni o'stirishga juda ko'p vaqt ajratamiz. Biznesni o'stirishga, o'zimizni esa shaxs sifatida o'stirishga unchalik ham e'tibor bermaymiz. Marketingni o'rganamiz, kurslarga boramiz, sotuvlarni o'rganamiz, lekin tadbirkor sifatida o'zimiz bilan juda ham kam ishlaymiz. Ya'ni tadbirkor darajamizni oshirish bilan kamroq ishlaymiz. Menga qiziq bo'lgan savol doim bitta: nega ayrim tadbirkorlarni odamlar hurmat qiladi? U bilan ishlashni xohlaydi, hamkor bo'lishni xohlaydi, hatto uning kompaniyasida ishlashni ham xohlashadi. Boshqa tadbirkor esa undan boyroq bo'lishi mumkin, mahsulot ham yaxshiroq bo'lishi mumkin, imkoniyatlar ko'proq bo'lishi mumkin, lekin odamlar ulardan uzoqlashadi. Menimcha buning sababi biznesda emas, odamning o'zida. Bitta narsani tushunib olish kerak. Biznes bu odamlar bilan ishlaydigan tizim. Mijoz ham odam, xodim ham odam, hamkor ham odam, investor ham odam. Agar siz bilan ishlash qiyin bo'lsa, odam sifatida bir kun kelib odamlar sizdan uzoqlashishni boshlaydi. Bu birdaniga bo'lmaydi, sekin-sekin bo'ladi. Shu yerda yana bitta e'tiroz bo'lishi mumkin. Pul topsam bo'ldi, xarakter keyin ham bo'laveradi deyishingiz mumkin. Menimcha biznesning boshida shunday bo'lishi mumkin. Mehnat qilish kerak, biznesning boshida yugurish kerak, o'zingiz hamma narsaga ulgurib bilasiz. Lekin kompaniya qurmoqchi bo'lsangiz, albatta jamoa qurish kerak bo'ladi va jamoa qurishda albatta sizning xarakteringiz juda ham katta rol o'ynaydi. Rahbar qanday bo'lsa, jamoa ham shunday bo'ladi. Rahbar va'dasida turmasa, jamoasi ham turmaydi. Rahbar vaqtiga amal qilmasa, jamoasi ham amal qilmaydi. Va biznes hech qachon rahbardan balandga o'smaydi. Bugun men sizga atrofimdagi katta tadbirkorlarda eng ko'p uchraydigan, hozir aytganimdek, shu 6 ta sifat haqida gapirib bermoqchiman. Bularni hech kim sizga majburlab o'rgatmaydi, universitetdan o'qitishmaydi, lekin men ko'rgan deyarli barcha katta tadbirkorlarda bu sifatlar bor. Balki kimdadir tug'ma, kimdadir keyinchalik shakllangan, buni bilmaymiz, lekin bitta narsa aniq, ular tasodifan paydo bo'lmagan. Birinchi sifat menimcha eng muhimlardan biri. Bu vaqtga hurmat. E'tibor bering, men vaqtni boshqarish demayapman. Vaqtga
hurmat deyapman. Bu ikkalasi boshqa narsa. Afsuski, bugun atrofimizda vaqtni juda yengil qabul qiladigan tadbirkorlar ko'p. 30 daqiqa kechikish ayrimlarga normal. 1 soatga kechikishga uzr, ozgina kechikdim deb qo'yishadi. Ba'zida umuman kelmaydi, hech qanaqa ogohlantirmasdan. Eng qizig'i buni oddiy holat deb o'ylashadi. Lekin men bunga boshqacha qarayman. Agar siz menga 10 daqiqa kechib kelsangiz men bilan uchrashuvga, bu degani aslida siz meni 10 daqiqa vaqtimni olib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni vaqt bu o'zi aslida qayta tiklanmaydigan resurs. Ya'ni vaqt zo'y ketib qolsa, shunchaki u qaytmaydi. Shu sabab men vaqtni eng qimmatli resurs deb shaxsan ham o'zim hisoblayman. Force majeure holatlar bo'lishi mumkin odam kechikishi uchun, lekin buni ogohlantirib oldindan aytib qo'yish kerak bo'ladi. Birodar 20 daqiqa kechikaman deb qo'ysangiz agar, o'sha odam ham albatta tushunadi. Shu ham birovni vaqtiga hurmat sifatida hisoblanadi. Muammo aslida kechikishda bu yerda emas, muammo bunga befarq qarashda. Men sizga shaxsiy odatimni aytaman. Bu odatim haligacha menga pand bermagan. Xodim ishga olsam agar, uni ishga olishda birinchi suhbatimda ozgina kechiksa, u xodimni shunchaki ishga olmayman. Suhbatlashamiz va chiroyli qilib kuzatib qo'yaman. Birinchi uchrashuvdan vaqtga amal qilmagan insondan yaxshi xodim chiqmaydi. Bu mening shaxsiy kuzatuvim, subyektiv fikrim. Bu men shunday o'ylayman, chunki vaqtga munosabat odatda odamning hayotiga munosabatni ham ko'rsatadi. Yana bitta narsani kuzatganman, katta tadbirkorlar bilan uchrashuvlarda ular deyarli kechikishmaydi. Ishonmaysiz, hattoki 5 daqiqaga ham kechikishmaydi. Nimaga? Chunki ular vaqtini boshqarishni bilganidan emas, ular shunchaki boshqaning vaqtini hurmat qilishadi. Bu juda ham katta farq. Hozir aytganimdek, menimcha katta biznes qurish vaqtni boshqarishdan oldin vaqtni hurmat qilishdan boshlanadi. Lekin vaqtga hurmat faqat kechikmaslik emas. Yana bitta narsani ko'p kuzataman. Bu birovning vaqtini behuda olish. Masalan, 1 soatga uchrashishga kelishasiz, lekin suhbat 3 soat davom etib qoladi. Eng qizig'i, buni qilayotgan odam o'zi ham sezmaydi. Sezsam oldingizga qolib ketadi. Ular bilan uchrashuvni yakunlayman desangiz, sizga nisbatan xato fikrda bo'lishlari ham mumkin. Ular bilan suhbatlashib o'tirsangiz, vaqtingiz cheklangan bo'ladi. Eng qizig'i, buni qilayotgan odam o'zi ham sezmaydi. Bu inson o'zi sezsa ham oldingizga ushlanib qolaveradi. Ular bilan uchrashuvni yakunlayman desangiz, sizga nisbatan xato fikrda bo'ladi. Ular bilan suhbatlashib o'tiraman desangiz, ishingiz ko'p, ishingizdan ushlanib qolasiz. Oxirida ancha vaqt behuda ketib qoladi. Menga bunday holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Keyinchalik bunaqa insonlar bilan uchrashuvdan o'zim qochishga harakat qilaman. Ya'ni so'rashadi, uchrashaylik, harakat qilaman qochishga yoki qanaqadir muhim ishimdan oldin ular bilan uchrashishga. Chunki o'zim keyin ketadigan sababim bo'ladi. Agar shu inson bilan meni oramizda yaxshi hamkorlik paydo bo'lib, qanaqadir foydali ish qilishimiz mumkin edi aslida bunaqa odamlar bilan, lekin shu sifati uchun men undan qochishni boshladim. Vaqt chegarasini hurmat qilmaydigan odamlar bilan aynan shu sifati uchun men undan qochishni boshladim va odatda bu o'zim sonimda aytyapman, bunaqa insonlar uzoq muddatda ko'p narsani yo'qotishadi. Menimcha bu holat ham vaqtga hurmat qilmaslik hisoblanadi. Sababi tadbirkorning eng qimmat resursi pul emas. Hozir aytganimizdek, eng qimmat resurs bu vaqt. Pulni yana ishlab topish mumkin, vaqt afsuski qaytmaydi. Shu sabab katta tadbirkorlarga e'tibor bering. Ular suhbatni ham reja bilan qiladi, yig'ilishni ham, uchrashuvlarni ham, majlislarni ham, hamma ishlar reja bilan. Sababi ular bitta narsani tushunadi. Yana bir narsani aytaman. Bu nafaqat biznesga tegishli, balki hayotiy boshqa holatlarga ham tegishli. Agar siz kun davomida vaqtingizni boshqara olmasangiz, katta ehtimol bilan biznesingizni ham samarali boshqara olmaysiz. Chunki biznes bu aslida vaqtni emas, bu energiya va resurslarni ham boshqarish hisoblanadi. Shu sabab menimcha kuchli tadbirkorning birinchi belgilaridan biri u vaqtni qadrlaydi. O'zini vaqtini ham, boshqalarni vaqtini ham qadrlaydi. Keyingi sifat esa menimcha bundan ham muhimroq. Bu javobgarlik, lekin oddiy javobgarlik emas. Katta odamning javobgarligi. Oxirgi paytlarda bitta narsani juda ko'p kuzatyapman. Kichik odamning hayotida doim kimdir aybdor bo'ladi. Bozor aybdor, iqtisod aybdor, xodim aybdor, sherik aybdor, mijoz aybdor, ob-havo aybdor, qaysidir yana shaxs aybdor. Doim kimdir sababchi. Doim kimdir aybdor, faqat tadbirkorni o'zi emas. Lekin katta tadbirkor bilan gaplashsangiz, u boshqacha fikrlaydi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar avval o'ziga qaraydi. Men qayerda xato qildim? Men nimani o'zgartirishim kerak? Bu vaziyatda mening javobgarligim nima?
Mana shu juda katta farq hisoblanadi. Sababi javobgarlik olgan odamgina vaziyatni o'zgartira oladi. Aybni boshqalarga yuklatgan odam esa kutishda davom etadi. Boshqalarni ayblashda davom etadi. Shu sabab menimcha biznesdagi eng katta o'sish nuqtalaridan biri ham shu. O'zimda shaxsan o'sishim aynan o'zimni aybdorligimni tan olishimdan keyin boshlangan. Masalan, xodim o'g'irlik qilsa kim aybdor? Aybdor menman. Shu sababi tizim noto'g'ri qo'yganman. To'g'ri qo'yilgan tizimda o'g'irlik qilib bo'lmaydi. Tizim to'g'ri qo'yilgan bo'lsa-yu, demak aybdor noto'g'ri odamni men ishga olganman. Bu vaziyatga yana quyidagicha qarash mumkin. Odamlarning ko'pi shunaqa. Shu sabab menimcha biznesdagi eng katta o'sish nuqtalaridan biri ham shu. O'zimda shaxsan o'sish nuqtam aynan aybdorlikni o'zimda olishdan keyin boshlangan. Masalan, xodim o'g'irlik qilib qolsa kim aybdor? Aybdor albatta menman. Sababi tizimni to'g'ri qo'ymaganman. Chunki to'g'ri qo'yilgan tizimda odatda o'g'irlik bo'lmaydi. Endi tizim to'g'ri qo'yilgan, xodim yana o'g'irlik qildi. Demak, men noto'g'ri xodimni tanlaganman. Asosan odamlar lekin bunday fikrlamaydi. Menimcha farqni sezdingiz, ikki xil fikrlashda, ya'ni kimdirni aybdor qilishda va odam o'zini o'sha aybdorlikni olishda. Sizni biznesingiz o'smasa, bu faqat sizning muammongiz emas. Xodimingiz ham sizga ishonib ishlayapti, ya'ni xodim sizga ishonib kelgan. Xodim o'smasa, lekin harakat qilib ham o'smasa, yana harakat qilyapti, o'smayapti, javobgarlik sizda. Oilangiz ham sizga ishonib yashayapti, mijozingiz ham sizning mahsulotingizga ishonib pul to'layapti. Shu sabab tadbirkorning o'sishi faqat o'zi uchun emas, uning ortida turgan hamma odamlar uchun ham kerak. Ba'zan shunda o'ylayman, agar tadbirkor o'sishni to'xtatsa, u faqat o'zini emas, atrofidagi odamlarning ham imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. E'tibor bering, biz hozir o'sish haqida gaplashyapmiz. Shu sabab katta tadbirkor bo'lish ko'proq pul topish emas, ko'proq javobgarlikni olishdir. Ya'ni men aybdor deyish ham javobgarlikni olish va o'sish ham javobgarlikni olish hisoblanadi. Keyingi sifat va'daga vafo. Bu juda oddiy eshitiladi, lekin menimcha bugungi kunda eng kam uchraydigan sifatlardan biri ham shu. Ko'pchilik va'da beradi. Loyiha ertaga tayyor bo'ladi. Pulni juma kuni tashlab beraman. Albatta uchrashuvga kelaman. Qo'ng'iroq qilaman. Keyin esa shunchaki va'dasini unutadi yoki bahona topadi. Menga yoqadigan katta tadbirkorlarda esa bitta odatni ko'p ko'rganman. Ular va'dani diqqat qilingda juda ehtiyotkorlik bilan berishadi. Va'da bermaydi emas, bajara oladigan va'dani berishadi. Lekin va'da berildimi, iloji boricha bajarishga harakat qilinadi. Ayrim hollarda o'ziga zarar bo'lsa ham va'da bajariladi. Sababi ular bitta narsani yaxshi tushunadi. Pul topiladi, loyiha ham yana keladi, mijoz ham yana topiladi, lekin bitta narsa qaytmaydi. Bu insonning obro'si yoki reputatsiyasi. Bu narsani qaytarish juda ham qiyin. Bir marta buzilgan reputatsiyani tiklash uchun yillar ketadi yoki uni umuman tiklamaslik ham mumkin. Men ham ideal odam emasman, lekin o'zim ham imkon qadar shu qoidaga amal qilishga harakat qilaman. To'g'ri, juda ham qiyin, lekin o'sishimiz uchun albatta bunga harakat qilish kerak. Ba'zida va'dada turish menga zarar qilgan holatlar ham bo'lgan, moliyaviy yoki qimmatli vaqtim yo'qotgan, resurslarim yo'qotgan vaqtlar ham bo'lgan, lekin baribir ham va'daga turishga harakat qilganman. Lekin baribir uzoq muddatli munosabatni demak tanlaganman. Sababi menimcha biznes bugungi foyda bilan emas, yillar davomida yig'ilgan ishonch bilan quriladi. Menimcha bu juda katta qoida. Sizni so'zingizni qiymati qanchalik baland bo'lsa, biznesingiz qiymati ham shuncha baland bo'ladi. Keyingi sifat menimcha biznesdagi eng katta aktivlardan biri. Bu odamlar bilan munosabat qura olish. Ba'zi tadbirkorlar o'ylaydi, mahsulotim yaxshi bo'lsa bo'ldi, odamlar o'zi so'rab kelishadi. Narxim yaxshi bo'lsa bo'ldi, hamma sotib oladi. Marketing zo'r qilsam bo'ldi, meni hamma tanishadi. Mijoz o'zi so'rab bizni topib keladi. Biznesning katta qismi odamlar bilan ishlash hisoblanadi. Hozir aytganimizdek, brend esa mijoz bilan munosabat qurish hisoblanadi. Yana bitta narsani kuzatganman. Katta tadbirkorlarda kibr juda ham kam bo'ladi. Aksincha, bu endi kuzatuvlarimdan kichikroq tadbirkorda ozgina kibr balandroq bo'ladi. Sababini bilmayman nima uchun, lekin qanchalik masshtab odamlarda kattaroq bo'lsa, shuncha ular oddiyroq yashashadi, oddiyroq bo'lishadi. Men shaxsan ko'rgan sifatlar shu. Ozgina pul topib boshqalarga tepadan qarashni boshlagan odamlarni
Ko'p ko'rganman, odatda bunaqa odamlardan hamma qochadi, ular bilan o'sha kontakt qilishdan qochishadi. O'zingizga bitta savol bering. Bu odam bilan sherik bo'lasizmi o'zi? Bu odam bilan do'st bo'la olasizmi? Bu odamning do'konidan nimadir xarid qilasizmi? Haqiqatan katta biznes qurgan odamlar bilan o'tirsangiz juda oddiy siz bilan suhbatlashishadi, ofitsiant bilan ham bir xil suhbatlashadi, siz bilan ham bir xil gaplashishadi, o'zlarining haydovchilari bilan ham bir xil muomala qilishadi. Xodimlari bilan ham shunday. Milliardlik kompaniya egasi bilan ham xuddi sizdek muomala qilgandek muomala qilishadi. Sababi ular odamni pulga qarab hurmat qilmaydi. Insonligi uchun hurmat qiladi. Bu munosabat qurishning menimcha eng muhim joylaridan biri. Yana bitta narsani aytaman. Biznesda hech qachon endi bu odam menga kerak emas deb o'ylamang. Hech qachon bu fikrni o'zingizdan o'tkazmang. Hayot juda ham qiziq. Bugun oddiy xodim bo'lgan odam 5 yildan keyin qaraymiz, katta kompaniya egasi bo'lgan bo'ladi. Qanaqadir u bilan munosabat qurishimizga to'g'ri keladi. Bugun sizga foydasi tegmayotgan tanishingiz ertaga eng muhim hamkoringiz bo'lib qolishi ham mumkin. Shu sabab men uzoq muddatli munosabatlarni juda ham qadrlayman. Iloji bo'lsa, shaxsiy bu xarakterim odamlar bilan umuman munosabatni buzmaslikka harakat qilaman. Chunki biznes oxir-oqibat mahsulotlar ustiga emas, odamlar ustiga quriladi. Keyingi sifat menimcha hammasini birlashtirib turadigan sifat. Bu doimiy o'sish. Menga bitta gap juda yoqadi. Rahbar ichida shaxs sifatida avvalambor o'sadi, keyin uni biznes o'sadi. Avval biznes o'sadi, keyin rahbarni o'z shaxs sifatida o'sadi emas. Ko'p tadbirkor o'ylaydi, biznesim kattalashsa men ham o'zgaraman. Real tajribamda buni teskarisi bo'ladi. Avval inson o'zgaradi, ustida ishlaydi, keyin esa biznesida qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, bir sizga savol beraman. Agar bugun sizning biznesingizni 10 barobar kattalashtirib qo'ysak, uni boshqara olasizmi? Real javob bering. 100 ta xodimni boshqara olasizmi? 10 barobar xodimingizni oshirib qo'ysak, 10 barobar oborotingizni oshirib qo'ysak, masalan 100 milliard, 10 milliard oborotga chiqib qolsangiz, uni nazorat qila olasizmi? Har kuni o'nlab muhim qaror qabul qila olasizmi? Ko'pchiligimizni men ham sizni ham javobimiz yo'q bo'ladi bu savolga va bu normal. Sababi biznesimiz emas, o'zimiz hali o'sha darajaga chiqmaganmiz. Shu sabab men katta tadbirkorlarni kuzatganimda ularning eng katta investitsiyasi biznesiga emas, o'ziga bo'lganini ko'raman. Ular ko'p o'qiydi, ko'p kuzatadi, dam olishlarga borishadi, ko'p bir-birlariga qiziq savollarni berishadi, o'zidan kuchli odamlar bilan suhbatlashishadi, ko'proq o'tirishga harakat qilishadi. Sababi ular bitta narsani tushunadi. Biznesni keyingi bosqichga olib chiqadigan odam yana o'sha rahbarning o'zi. Agar rahbarning dunyoqarashi o'zgarmasa, biznes ham bir joyda qoladi. Shu sabab ba'zida biznes o'smasdan qolishi muammosi biznesning ichidagi proseslarda bo'lmaydi. Xodimda ham bo'lmaydi, marketingda ham bo'lmaydi, bozorda ham bo'lmaydi. Muammo shunchaki rahbarning keyingi bosqichga ichidan chiqmaganligi bo'ladi. Menimcha eng yaxshi investitsiya ham shu. Yangi mashina olish, yangi uy qurish emas, inson o'ziga qiladigan investitsiya eng yaxshi investitsiya hisoblanadi. Shu sababli ko'rgan bo'lsak, katta tadbirkorlar 50 yoshda, 40 yoshda borib qayerlardadir o'qib kelishadi, chet ellarda ustlarida ishlab, ya'ni kelishadi. Chunki rahbar qanchalik katta bo'lsa, biznes ham shunchalik kattalashish ehtimoli paydo bo'ladi, kattalashishni boshlaydi. Keyingi sifat esa ko'pchilik umuman etika deb hisoblamaydi keyingi sifatni, lekin menimcha bu tadbirkorning madaniyati. Bu esa raqam bilan ishlash. Meni hayron qoldiradigan narsa shuki, ayrim tadbirkorlarning biznesi bor, bu bizneslar bir necha yillik yana. Unda o'ndan ortiq xodimlar bor, 100 milliondan ortiq oylik oborotlari bor. Lekin oddiy savol bersangiz javob bera olishmaydi. Bu savollar esa quyidagicha bo'ladi. O'tgan oy qancha so'm foyda qildingiz? Sizda eng ko'p foyda olib kelayotgan mahsulot qaysi? Qaysi reklama sizda ishlayapti? O'tgan yili shu oyda, hozirgi oyda o'tgan yili qancha savdo qilgan edingiz? O'tgan yilga nisbatan necha foizga o'sdingiz? Bu oddiy savollar. Bu savollarga shunchaki javob yo'q. Taxmin bor albatta, taxminiy aytishadi, lekin raqamda yo'q. Menimcha tadbirkorlar hissiyot bilan emas, endi raqam bilan qaror qabul qilishi kerak. Endi ishlashni boshlashi kerak. Raqam deyarli aldamaydi. Tadbirkor bu raqam bilan ishlash degani, ya'ni tadbirkorlik bu raqam bilan ishlash degani. Siz protokol bilan ishlamaydigan jarrohga sizni operatsiya qilishiga rozi bo'larmidingiz? Yana bitta narsani
kuzatganman. Kichik bizneslarda ko'p narsa shekilli, menimcha taxminan bilan yuradi. Katta bizneslarda esa hisobotga qaraylik, raqamni ochaylik, statistikani ko'raylik degan gaplarni katta biznesda ko'proq eshitasiz. Mana shu juda ham katta farq hisoblanadi. Shu sabab menimcha tadbirkorning vazifasi faqat pul ishlash emas, pul qayerdan kelayotganini ham bilishi kerak, qayerda ketayotganini ham bilishi kerak. Chunki nazorat qilinmaydigan biznes bir kuni kelib egasini ham nazorat qila boshlaydi. Hozir o'zingizga bitta savol bering. Agar men sizdan hozir biznesingizdagi eng muhim 10 ta raqamni so'rasam, telefonga qaramasdan ayta olasizmi? Agar javob yo'q bo'lsa, balki keyingi o'sish nuqtangiz marketing emasdir. Balki oddiy raqamlarni boshqarishni o'rganishdir. Aslida bugun aytganlarimni bitta gap bilan aytish mumkin. Katta tadbirkor bo'lish katta pul topish emas, bu tasodif ham emas. Bu katta madaniyat. Bu o'zini o'zgartirish. Sizning biznesingiz, xodimingiz, tizimingiz bu sizni oynadagi aksingiz bo'ladi. Rahbar intizomli bo'lsa, biznes ham intizomli bo'ladi. Rahbar javobgar bo'lsa, jamoa ham javobgar bo'ladi. Rahbar va'dasida tursa, kompaniyada ham shu madaniyat shakllanadi. Rahbar vaqtini qadrlasa, butun jamoa ham vaqtini qadrlaydi. Shu sabab men bugun marketing haqida deyarli gapirmadim. Sotuv haqida ham gapirmadim. Chunki menimcha biznesning eng katta o'sish nuqtasi ko'p hollarda biznesning ichida emas, insonning ichida bo'ladi. Ya'ni rahbarning ichida bo'ladi. Agar siz o'zgarsangiz, jamoangiz ham o'zgaradi. Jamoa o'zgarsa, biznes ham o'zgarishni boshlaydi albatta. Shu sabab bugun aytgan asosiy o'sha 6 ta sifatni yana bir o'ylab ko'ring. Qaysi biri sizda kuchli, qaysi biri sizda bor? Bu videoda aytganlarimning hammasi mening shaxsiy kuzatuvlarim edi. Agar siz biron joyda men bilan qo'shilmasangiz yoki sizga aynan bu video yoqqan bo'lsa, pastda kommentlarda yozib qo'ying, albatta men buni ko'raman. Men atrofimdagi katta tadbirkorlarni kuzatganimda ularni boshqalardan ajratib turadigan narsa biznes instrumentlar emasligini ko'rdim. Ularni ajratib turadigan narsa, asosiy narsalar etika, madaniyat, shu xarakterlari bo'ldi. Shu sabab bu videoni tayyorlashga qaror qildim. Menimcha biznesning har bir bosqichida, o'sish bosqichlarida o'zini nuqtalari bo'ladi. Aynan o'sha nuqtalar bosilsa, biznes o'sadi. Qaysidir nuqtada aynan tadbirkorning o'zining xarakteriga kelib taqaladigan joylari ham bo'ladi. Lekin keyingi bosqichga ko'p holatlarda olib chiqish uchun faqatgina mehnat qilish ham yetmasdan qolishi mumkin. Ko'p holatlarda xarakterdan tashqari intizom va bir necha sifatlar ham kerak. Videomiz yoqgan bo'lsa, like qo'ying. Endi siz uchun ozgina taklifimiz bor. Agar siz Buxorodan bo'lsangiz, siz tadbirkor bo'lsangiz, siz uchun kichkinagina taklifimiz bor. Videoni oxirida ko'rishingiz mumkin. Videomiz shu joyda tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tadbirkorga doimiy rivojlanish uchun eng avvalo to'g'ri muhit kerak. Agar siz doim o'sayotgan, harakat qilayotgan va katta maqsadlari bor tadbirkorlar orasida bo'lsangiz, siz ham tabiiy ravishda rivojlanasiz. Shu sababli bugungi kunda biznes klublar nafaqat dunyoda, balki O'zbekistonda ham jadal rivojlanmoqda. Chunki tadbirkor uchun eng katta resurslardan biri to'g'ri muhit. O'ziga o'xshaydigan insonlar bilan doimo muloqot qilishi. Aynan shu maqsadda biz Buxoro shahrida Natija biznes klubini tashkil qildik. Klubimiz 25-40 yosh atrofidagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Lekin biz uchun yosh emas, insonning fikrlash doirasi muhim. Klubimizga faqat 2 toifadagi tadbirkor qabul qilinadi. Birinchisi o'sishni chin dildan xohlaydigan tadbirkorlar, ikkinchisi esa shu o'sish uchun harakat qilayotgan tadbirkorlar. Agar siz ham shunday insonlardan bo'lsangiz, sizni klubimizda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Klubimizda har bir a'zo o'zi uchun 6 oylik biznes va shaxsiy maqsadlarni belgilaydi. Keyingi 6 oy ichida, 6 oy davomida bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz, tajriba almashamiz va belgilangan maqsadlarga erishishda birga harakat qilamiz.
Bundan tashqari har hafta klubimizda biznes nonushtalar bo'ladi. Har bir uchrashuvda amaliy biznes darslari bo'ladi. Undan tashqari kuchli tadbirkorlarni mehmon sifatida taklif qilamiz. Klub ichida yangi hamkorliklar va biznes aloqalari shakllanadi. Bizning maqsadimiz oddiy networking yaratish emas. Biz tadbirkorning ham shaxsiy, ham biznes tomonlama rivojlanishini tezlashtiradigan muhitni qurmoqchimiz. Agar siz Buxorodan bo'lsangiz, o'sishni xohlaydigan tadbirkor bo'lsangiz, Natija klubiga qo'shiling. Pastdagi raqamga klub so'zini SMS qilib qoldiring. Biz siz bilan bog'lanib, klubimiz haqida batafsil ma'lumot beramiz.